Ana endi biz olamiz gorizontal tekislikdagi holatini belgilab olamizdagi bitta nusxa qilib pastga tashab qo'yamiz. Kopirovat deymiz. Mana pastga tashab qo'ydim. Endi buni olamizdagi yuqoridan ko'rinishga o'tamiz. Mana. Va yana bitta ikki D karkasga o'taman. Sababi bu ochiq oydin ko'rinishi uchun. Buni biz olamiz 30 gradusga aylantiramiz. Ya'ni plus 30 gradusga. Повернуть на 30 градусов. Mana bo'ldi bu ham. Endi yana old ko'rinishiga o'tamiz. Mana bunaqa holatda ko'rinyapti. Ya'ni bunday ko'rsak ham bo'ladi. Ana endi biz yana chap tomondagi holatiga o'tamiz. O'tdik. Mana sizga chap tomondagi holati. Buni ham bunday holatini ko'rishingiz mumkin. Ana endi shuni olamiz biz minus 30 gradusga aylantiramiz. Sababi detalimiz bizga yuqoridan gorizontal, frontal hamda profil tomonlaridan ko'rinishi uchun. Xo'p, olamiz belgilaymiz. Повернуть deymiz minus na 30 gradusga. Minus 30 gradusga. Mana bo'ldi. Va alt ko'rinishiga o'tamiz. Va buni olamizdagi переместить qilib o'zining joyiga qo'yamiz. Mana sizga hurmatli talabalar, demak bu detalning gorizontal, frontal hamda profil ko'rinishi hamda 3D modeli. Mana aylantirib ko'rsatib ham beraman. Mana. Xohlagan tomoningizdan ko'rishingiz mumkin. Ana endi biz buni ya'ni sнимок qilishimiz kerak. Ya'ni плоский sнимок, ya'ni tekis suratga olishimiz kerak. Xo'p, uning uchun servisga kiramiz. Servisga kirdik. Palitra deymiz. Pult управления. Mana pult управлениyaga kirdik. Mana bu yerda bizga aytayaptiki, ya'ni плоский sнимок degan tugmamiz bor. Bosdik. Oyna chiqyapti. Создать deymiz. Mana bo'ldi. Ana endi xohlasak shu yerni o'zida ishlashimiz mumkin, xohlasak bu tomonga o'tkazishimiz. Qaysi sizga ma'qul? Shu yerda qolaversinmi? Bo'pti, mayli, shu yerda qolaversin. Ana endi bu hozir butun bitta rasm bo'lib tushdi. Lekin biz buni отдельно, ya'ni alohida qilib olishimiz kerak. Demak, buni belgilaganimizda hammasi belgilanadi. Bu yoqda mana pastda ko'rib o'tiribsizlar, расчленить degan tugmamiz bor. Shuni bosamiz. U hammasini alohida qilib tutadi. Xo'p, demak bu ham bo'ldi. Endi biz bunga asosiy chiziqlarga o'tamiz. Chiziq turlariga e'tibor beramiz. 70 mm bo'ldi. Bu yerda biz другойni bosamizdan boshqa komandalarni ham belgilab olamiz. Ya'ni buni olamizdan qanaqa chiziqqa aylantiramiz? Ko'rinmas, ya'ni невидимое degan liniyalarimiz bor. Ana endi qaranglar o'rtoqlar, bu yerda nimalar ko'rinadi bizga? Bu yerda mana bu profil tekislikdagi holatiga qaraganimizda, ya'ni kopирование свойств kesishgan olamiz, belgilaymiz. Bu ko'rinadimi? Ya'ni mana bu qismi.
Ko'rinadi. Bu ko'rinadimi? Ko'rinadi. Bu ko'rinadimi? Ko'rinadi. Mana bu qismi ko'rinadimi? Ko'rinadi. Bu qismi ham ko'rinadi. Mana ko'ryapsizlar. Va mana bu joyi solishtirasizlar. Men agar xato qilgan bo'lsam, aytasizlarki, "Abnabi mana bu yerda xato qilding" deb. Va qayer ko'rinar ekan? Demak, mana bu chiziqlari ham ko'rinar ekan biz uchun. Mana bu ham ko'rinar ekan. Demak, bo'ldi. Qolgan qismlari ko'rinmas chiziqqa aylanib ketar ekan. Mana bo'ldi o'rtoqlar. Ana endi bizga 3D holati qoldi, to'g'rimi? 3D holatini ko'ramiz. Demak, qayerlari ko'rinar ekan? Mana bu yeri ko'rinyapti, ya'ni usti. To'g'rimi? Mana ko'rindi. Ya'ni bu yeri ko'rinadi, bu yeri ko'rinadi, bu yeri ko'rinadi. Mana bu yeri, bu yeri, bu yeri. Mana bu qismi hamda bu qismi. Endi bu tomondan esa hattoki mana bu kichkinagina bitta qismchasi ham ko'rinar ekan. Bo'ldi. Demak, qolgan qismlari esa bizga ko'rinmas chiziqqa aylanib ketar ekan. Mana bo'ldi. Endi bizga aytayaptiki, buni ushbu chizmamizni o'lchamlarni qo'yib chiqing. O'lchamlarni qo'yish uchun avvalambor biz nima qilamiz? Nastroykamizga kirib olamiz. Ya'ni razmerniy stiliga kirdik. Mana oyna ochilyapti, to'g'rimi? Izmenitimiz, ya'ni o'zimizni kerak bo'lgan parametrlarni joylashtirib chiqamiz. Mana izmenit kirdik. Yana bitta oyna chiqdi. Liniya. Ves liniyaga biz 0,25 qo'yamiz. Agar xo'p desangizlar. Pastdagisiga ham xuddi shunday. Mana bo'ldi. Va удлинение заразмерное bunga 3 qo'yamiz. Nima uchun, nima degani u? Ya'ni nima qo'yganimizda, markaziy o'q chiziqni qo'yganimizda 3 mm pastdan, 3 mm balanddan, ya'ni заразмерное удлинение, ya'ni belgilangan o'lchamdan tashqari deyapti. To'g'ri tushunyapsizlar-a? Ya'ni 3 mm qo'ydim. Va odstup от объекта, obyektdan odstupi, ya'ni 0. Umuman hech nima kerak emas biz uchun. 0. Simvoliga bu yerda razmerniy strelka, ya'ni strelkamizning o'lchami qancha bo'lishi kerak? Agar qaranglar, o'zi davlat standarti bo'ylab 2,5 qo'yiladi. Ya'ni uning obyektning katta kichikligiga qarab qo'yiladi. Obyektimiz agar katta bo'ladigan bo'lsa, u уже через shu maydalashib ketadi razmerlar, to'g'rimi? O'shaning uchun biz uni kattalashtirishga majbur bo'layapmiz. Xuddi shunday bu yerda ham biz o'zgartirib boramiz. Ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan parametrlarni kirgizamiz. Demak, agar xo'p desangizlar, men shu yerga 5 qo'ysam. Va tekst. Tekstda aytayaptiki, nima deyapti? Biz mana bu yerda standartniga kiramiz. Oyna ochiladi. Mana ochildi. Bu yerda bizga aytayaptiki, imya shrifti, ya'ni shriftning nomini o'zgartiring. Xo'p, kiramiz. I tugmasini bosamiz. Sababi i bilan boshlanadigan shriftlarning nomi bor. O'shaning uchun biz hamisha tanlaymiz qaysini? Isok Pure'ni tanlaymiz. Va mana bu yerga qaraganingizda, ya'ni ekranida bu yerda shriftlarimiz faqat bosma harflarda yozilyapti. Ya'ni vысота deyapti mana bu yerda. Vысота, ya'ni uning balandligi, shriftning balandligini inobatga olyapti. 5 mm deymiz. Ya'ni угол наклона, ya'ni shriftimizning qiyalik burchagi biz 15 mm deymiz. Siz aytishingiz yo'q, muhandislik grafikasida biz 75 gradus yozardik-ku. Xuddi shunday. Lekin qarang, transporter 0 dan 90 ga o'lchaganga qadar
o'lchaveradi, to'g'rimi? U soat strelkasiga hamisha nima qiladi? Qarshi yuradi. Bunda esa soat strelkasi bo'ylab yuradi. Ya'ni AutoCAD dasturida. O'shaning uchun 90 dan 75 ni ayiramiz, bizga 15 qoladi va 15 deb yozamiz. Применить, закрыть. Oxiriga aytibdi, согласно ISO, ya'ni davlat standartlariga mos ravishda bo'lsinmi deyapti. Xuddi shunday. Mana bo'ldi. Xuddi shunday, a? Yo'q, ISO yorug'lik emas. ISO bu standart bu. Единый standart. O'shanga. Ya'ni bu ISO nima uchun ISO deyilyapti? Bu Yevropa tilida olyapti. Ingliz tiliga nima qilib olgan? Atak единый standart deymiz. Okay deymiz va zakrit deymiz. Ana endi o'lcham qo'yishni boshlaymiz. Mana. Bitta o'lcham qo'yaman o'rtoqlar. Mana 15 ni qo'ydim. Endi shuni sani davom ettirish uchun bu yoqda yana bitta tugmamiz bor. Продолжать degan tugmamiz bor. Ya'ni продолжить. U davom ettiradi degani. Qaranglar. O'zi davom ettiryapti. Men o'lcham olishim shart emas. O'sha joyini o'zidan davom ettirib ketyapti. Bo'ldi. Ana endi aytayaptiki, diametr qancha? 90 gradus. 90 millimetr. Mana. Endi bizga aytayaptiki, balandligi qancha deyapti? 110 millimetr. Mana 110 millimetr. Mana hurmatli talabalar, siz bilan birgalikda, ya'ni aylanma silindr bilan detalning o'zaro kesishuvi mavzusida amaliy mashg'ulotimizni yakunladik. Tinglaganlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.